Voy Mirzayev shu yerdami? O'g'ilmi? O'g'illigini qayerdan bildingiz? Erkaklar avlodidan erkaklar tug'iladi. Qiz bo'lsa-chi? Qiz ko'rgan kunim, o'lgan kunim bo'ladi. O'g'lim, Ha ota, mana shu dorilarni olib kelib bergin, oyog'im og'rib qoldi. men shoshilayotgandim. Vaqtim yo'q edi. Ana meros so'risi kelyapti. O'shanga ayting. Ilhomjon, mana shu dorilarni olib kelib bergin bola. Ya ishim bor edi. Qo'ying, keyin olib kelib beraman dorilaringizni. Adamga nima baqiryapsan? Ay ko'rmaysiz, men tarafdan kechgacha shu yerda o'tirib olib, ish buyurgan. Nima maysizlar? Bekarchimanmi? O maraz, oshini ko'tarma. Bitta doriga shuncha muammo qilishyapsanmi? Ulkan bo'lsa qo'y. Sen yoshing katta, o'g'lim. Bolam, sen katta bo'lsang, bu yosh bola hali. Ko'rmaysizmi sizga baqirishini? Ha endi yoshlik qilib qo'yapti o'g'lim. Eskirib qoladi. Shu erkaklar tishingizda siz o'ligingizdan ko'chada qoladi, Voy, assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Tuzumsiz? Rahmat qizim, yaxshimisan o'zing? Yaxshi Rahmat. o'tiribsanmi? Rahmat. Odamlarni ko'rgani kelayotgandim. Shirin ovqat qilgan edim. Barakallah. Dorilar kamayib qolgan ekan. Dorilarni ham birlashib qo'ygan Ko'p edim. yasha qizim, barakallah. Birga chiqing odamlar bilan choy ichasiz. Rahmat, Shirin rahmat. taom qilib kelyapman. Rahmat qizim, Ha. ko'p yasha qizim, Ha. rahmat. Senga bu ham kam. O'shanda siz ko'rganlarni ustidan kulmaganingda bu kunlarni ko'rmagan bo'lardik.